Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'zbekiston 24 telekanalini tomosha qilyapsiz. Efirda Axborot 24 informatsion dasturi. Studiyada G'olibnazar Qurbonov. Bitiruvchilar bandligini ta'minlash, tog'-kon sanoatidagi yirik loyihalar va sud tizimidagi islohotlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning bugungi ish kuni nihoyatda sermazmun bo'lib, mazkur muhim yo'nalishlarni qamrab oldi. Davlat rahbari kun tartibini aynan oliy ta'lim diplomiga ega bo'lgan yoshlarni ish bilan ta'minlash masalasidan boshladi. Mas'ul idoralar prezidentimizga o'z rejalari va aniq mexanizmlarni taqdimot qildi. Mamlakatimiz yetakchisi hisobotlarni tinglar ekan, sohadagi asosiy muammo son emas, sifatni oshirish bo'yicha ijrochilarga qat'iy topshiriqlar berdi. Davlatimiz rahbari yig'ilishning dastlabki daqiqasidayoq muhokamaning bosh mezonini belgilab berdi. Eng katta topshiriq talabdan kelib chiqib kadr tayyorlash. Hozircha biz sonni ko'paytirdik, lekin sifat hozirgi talabimizga to'g'ri kelmayapti. Sifat va talab. Bu oliy ta'lim tizimi oldidagi yangi bosqichning aniq formulasi. Davlatimiz rahbari uni shunday ko'ryapti. Har yili yuz minglab yoshlar diplom olib mustaqil hayot ostonasiga qadam qo'yadi, ammo davlat uchun bitiruvchi bilan munosabat diplom topshirilgan kuni tugamaydi. Aksincha, aynan shu nuqtadan davlat siyosatining eng muhim sinovi boshlanadi. Nazarimizda, ta'limga tikilgan mablag' o'zini oqladimi, islohotlarning keyingi jarayonida ish o'rni bilan bog'liq uzilish yo'qmi, yoshlar bilimiga munosib ish topa oladimi? Bu zanjirning eng muhim halqasi. Mana nima uchun yoshlar bandligi masalasi davlat rahbarining doimiy e'tibor markazida. Shu ma'noda yoshlar masalasi ijtimoiy yo'nalish emas, balki strategik taraqqiyot masalasi hamdir. Ochiq aytish kerak, bundan 10 yil avval vaziyat mutlaqo boshqacha edi. Oliy ta'lim ko'pchilik yoshlar uchun orzu bo'lib qolar. Institut va universitetlardagi talaba o'rinlarining cheklangani tufayli bir o'rin uchun o'nlab abituriyentlar kurashardi. Natijada minglab iqtidorli yoshlar oliy ta'lim olish imkoniyatidan chetda qolardi. Biroq muammo faqat universitetga kirish bilan cheklanmasdi. Diplom olgan yoshlar ham ko'p hollarda mutaxassisligi bo'yicha ish topishda qiyinchiliklarga duch kelardi. Chunki mehnat bozori tez o'zgarayotgan, iqtisodiyot esa zamonaviy bilim va amaliy ko'nikmalarga ega kadrlarni talab qilayotgan bir paytda ta'lim bilan ish beruvchilar ehtiyojlari o'rtasida bog'liqlik yo'q, sezilarli darajada uzilish mavjud edi. 2016-yil, bundan 10 yil ilgari, O'zbekiston oliy ta'lim tizimi tarixidagi eng keng ko'lamli islohotlarni aynan shunday katta ehtiyoj davrida boshladi. Yangi universitetlar ochildi, qabul qamrovi kengaytirildi, nufuzli xorijiy oliygohlar mamlakatga kirib keldi, zamonaviy ta'lim dasturlari joriy etildi. Biroq bugun ta'lim samaradorligining asosiy mezoni diplomlar soni emas, balki bitiruvchilarning mehnat bozorida qanchalik talabgir ekani bilan o'lchanishi kerak. Prezidentimiz asosiy vazifani shunday qo'yyapti. Sifatni oshirish bo'yicha dual ta'limni chuqurlashtirish kerak. Ikkinchidan, ilmiy tahlildan kelib chiqib, rejalashtirishni joyiga qo'yishimiz kerak. Agar 100% sifatni joyiga qo'ysak, bilasizlarmi, iqtisodiyotga bevosita ta'sirini ko'rsatadi. Bir narsa bilinglar, nazorat tizimini qattiqroq qilmasak, kutilgan natija bo'lmaydi. Shu maqsadda universitet auditoriyasi bilan ish joyi o'rtasidagi masofani qisqartirishga qaratilgan yaxlit tizim shakllantirilyapti. Ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasidagi hamkorlik, amaliyot va stajirovka dasturlari, kasbiy yo'naltirish va bandlik mexanizmlari ana shu yo'nalishga xizmat qilyapti. Bugungi taqdimotda ham mazkur sohani yangi bosqichga olib chiqadigan muhim tashabbuslar ilgari surildi. 2026-yilda respublika oliygohlari 320 ming nafar talaba bitirish kutilyapti. Ularning bandligini ta'minlashda bitiruvchilar bilan individual ishlash, ularni iqtisodiyot tarmoqlaridagi bo'sh ish o'rinlariga yo'naltirish, tadbirkorlik tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, oliygohlarda karyera markazlari imkoniyatlaridan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Oliygoh bitiruvchilarining tadbirkorlik loyihalarini imtiyozli shartlarda moliyalashtirish bo'yicha kelajakka qadam dasturi yo'lga qo'yilgan bo'lib, uning doirasida 2025-yilda 6 mingdan ortiq loyihalar uchun 378 milliard so'm mablag' ajratilgan. Buning natijasida 8 ming nafarga yaqin bitiruvchilarning bandligi ta'minlandi. Taqdimotda 2026-yilda 8 mingdan ziyod loyihalarni moliyalashtirish uchun 500 milliard so'm mablag' yo'naltirish, 10 mingga yaqin yoshlarni band qilish rejalashtirilgani ma'lum qilindi. Mazkur dasturni unda ishtirok etuvchi tadbirkorlik subyektlariga qo'shimcha moliyaviy imkoniyatlar taqdim etish orqali yanada kengaytirish taklif etildi. Shuningdek, Talaba Expo 2026 kasb ko'rgazmalarini ish beruvchi tashkilotlari va tadbirkorlik subyektlarini faol jalb etgan holda respublikaning boshqa hududlarida ham samarali tashkil etish zarurligi ko'rsatib o'tildi. Bitiruvchilar bandligini ta'minlashda vazirlik va idoralar, mahalliy hokimliklar, yirik xo'jalik birlashmalari mas'uliyatini oshirish muhimligi qayd etildi. Barcha jarayonlar bandlikka ko'maklashuvchi careeredu.uz platformasi orqali monitoring qilinib, bandlikni ta'minlash masalasi mahalliy hokimliklar darajasigacha tushiriladi. Natijada bitiruvchilar bilan ishlashning vertikal tizimi yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birga, talabalarni ish bilan band qilishda oliygoh darajasida ishlarni tizimli yo'lga qo'yish bo'yicha yangi mexanizmlar taklif qilindi. Jumladan, barcha oliygohlarda
karyera markazlari faoliyati to'liq yo'lga qo'yilib, natijadorligiga qarab rag'batlantirib boriladi. Markazlar faoliyati bitiruvchi sifati indeksi orqali baholanib, eng yuqori natija ko'rsatgan 20 ta oliygohning karyera markazlariga 500 million so'mdan ajratiladi. Joriy yilda oliygoh miqyosida 360 ta, fakultetlar miqyosida 750 ta mehnat yarmarkalari hamda har bir yo'nalish kesimida mingdan ortiq ish beruvchilar bilan uchrashuvlar, workshoplar tashkil etiladi. Shuningdek, 2026-2027 o'quv yilidan boshlab talabalarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, ularni biznes yuritish uchun mavjud imkoniyatlar bilan tanishtirish maqsadida barcha oliygohlarda tadbirkorlik asoslari fanini o'qitish yo'lga qo'yiladi. Shu bilan birga oliygohlarda talabalarning startap loyihalarini qo'llab-quvvatlash, tashkil etiladigan spin-off korxonalarga talabalarni jalb etish, kafedralarning tegishli tarmoq korxonalarida filiallarini ochish, bitiruv loyihalari himoyasini ish beruvchi korxonalarda o'tkazishni kengaytirish chora-tadbirlari belgilandi. Aniq buyurtma, moslashuvchan dasturlar asosida kadrlar tayyorlashga qaratilgan maqsadli dual ta'lim shaklini ham yo'lga qo'yish tashabbusi bildirildi. Bunda talabgorlarni dasturga qabul qilish, to'lov-kontrakt miqdorini belgilash ish beruvchi hamda oliygoh o'rtasida o'zaro kelishuvga ko'ra amalga oshirilib, buyurtmachi talaba o'qishni tamomlaganidan so'ng uni ish bilan ta'minlashga kafolat beradi. Taklif qilingan chora-tadbirlar ijrosini sifatli tashkil etishda oliygohlar rahbariyatining mas'uliyatini oshirish, ularning KPI ko'rsatkichlarida bitiruvchi bandligining ta'minlanganini asosiy mezon sifatida belgilash zarurligi qayd etildi. Prezidentimiz mutasaddilarga bitiruvchilar bilan ishlashni samarali tashkil etish, bildirilgan tashabbuslarni puxta ishlab chiqish, qo'shimcha ish o'rinlarini yaratishda barcha imkoniyatlarni safarbar etish yuzasidan topshiriqlar berdi. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan oliygohlar rektorlarining mas'uliyatini karrasiga oshirish bo'yicha, ularga alohida bu yo'nalish bo'yicha KPIlarni o'rnatish belgilab vazifa berdilar bizga va davlatimiz rahbariga. Demak, bugungi kunda qanday mexanizmlar orqali, tartiblar orqali biz bitiruvchilarimizning bandligini amalga oshirishni yo'lga qo'yganimizni taqdimotini amalga oshirdik. Bu yo'nalishlarda Milliy bank tomonidan kelajakka qadam dasturi yaratilgan va shu bitiruvchilarimizga imtiyozli kreditlar, bu kreditning foizi demak 18% dan 15% uchirildi. Bundan tashqari ikkinchi kursdan keyin biz amaliyotga jo'natadigan talabalarimizga 2 milliongacha demak stipendiya berish tartiblari belgilandi. Shuningdek, Milliy bank tomonidan talabalarni bandligi bo'yicha ham majburiyatlar qo'yishi belgilab oldik. Shuningdek, Karyera Edu.uz platformasini biz taqdim etdik. Prezidentimiz topshiriqlaridan keyin mana bu platforma ishlab chiqildi. Bugungi kunda biz bu platformaga kirib ishlash, monitoring qilish vakolatini hamma mutasaddilik beramiz. Demak, bugungi kunda bu oliygohlar kesimida ko'rishimiz mumkin, talabalar kesimida ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari hozir hududlar kesimida ham modullarni qo'shganmiz. Demak, mahalla va talabagacha tushadigan tizim qildik. Mahalla yettiligiga ham ma'lumot boradigan bo'ladi. U yerda bilasiz, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi ham demak bugungi kunda aniq ma'lumotga ega bo'la oladigan va bu tizimda hech kim yolg'on ma'lumot bera olmaydi, noaniq raqamlar bo'lmaydi. Bundan tashqari bitiruvchilar sifat indeksi joriy qilingan. Biz hurmatli rahbarimizga 8 oylik demak bu indeksni simulyatsiyasini ko'rsatib berdik. Demak, bu indeksni natijasida birinchi top 20 o'rinni egallangan demak oliygohlarning karyera markazlari har biri 500 million so'mdan demak mukofot oladi. Shuningdek, dual ta'limga jalb qilish imkoniyati sifatida 2 milliongacha stipendiya yaratildi shu amaliyotda va ko'proq maqsadli qabulga o'tishimizga topshiriqlar oldik. Sababi hozirgi talabga qarab demak biz mutaxassis tayyorlasak, ishsizlar soni kamayishiga olib keladi. Va bundan tashqari hurmatli Prezidentimiz tomonidan barcha yo'nalishlarda majburiy tarzda qisqa tadbirkorlik maxsus kurslar o'tishni belgilab oldik. Hurmatli Prezidentimizni biz oldimizga qo'ygan eng katta masala bu bitiruvchilarning bandligini ta'minlash. Chunki ta'lim sifati kelajakda iqtisodiyotimiz rivojlanishiga ta'sir qiladigan, yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin bo'lgan asosiy omillardan biri hisoblanadi. Buning uchun birinchi navbatda ish beruvchi tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlab, bozor ehtiyojidan kelib chiqib, kadrlarni tayyorlash masalasiga o'tishimizni topshiriq berishdi bizga. Hurmatli Prezidentimiz yana bir asosiy bergan urg'usi bu hozirgi kunda dunyo tajribasini ko'rish va mana Finlyandiyaning tajribasidan keng foydalanish. Chunki bu yerda stabil ta'lim tizimi va ish bilan band qilish tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Va shunga o'xshagan davlatlarning tajribasini O'zbekistonga joriy etish masalasini biz oldimizga qo'ydi. Yana bir yo'nalish bu dual ta'limni ko'paytirish. Hozirgi kunda dual ta'limni asosiy muvaffaqiyati shundan iboratki, dual ta'limda birinchi kursga kirgan yoshlar ish bilan ta'minlangan holda oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirib keladi. Demak, ular oliy ta'lim bitirganda ham shu o'zining asosiy ish joyidagi faoliyatini davom ettiradi. Buning uchun yetakchi davlatlarning tajribalarini o'rganib,
buni O'zbekistonga joriy etish masalasi oldimizga qo'ydi. Hurmatli prezidentimiz yana bitta yangi tashabbusni ilgari surdilar. Hozirgi kunda maqsadli dual ta'limni yo'lga qo'yish, bu esa ish beruvchi tashkilot bilan oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi hamkorlikda qilingan shartnoma asosida aniq bir kasbga yo'naltirilgan kadrlar tayyorlash imkoniyatini beradi. Buni yanada rivojlantirish nuqtai nazaridan karyera markazlarini faoliyatini takomillashtirish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Hozirgi kunda bizda moliyaviy mustaqil oliy ta'lim muassasalarimizda karyera markazlari faoliyat yuritgan bo'lsa, endi qolgan 66 ta moliyaviy mustaqil bo'lmagan oliy ta'lim muassasalarida ham shu bo'limni tashkil etish va kelajakda ishlab chiqarish va oliy ta'lim muassasasi o'rtasidagi ko'prik vazifasini bajaradigan bo'lim sifatida faoliyatini yuritishni bizga topshiriq qilib berdi. Bu o'z navbatida oliy ta'lim muassasasida o'qiyotgan har bir talabani kelajakda kafolatli ish o'rnini yaratish uchun kerak bo'ladigan bu bo'g'in bo'lib hisoblanadi va ish beruvchi tashkilotlar bilan, ayniqsa yirik ish beruvchi tashkilotlar bilan, tadbirkorlar bilan hamkorlikda ishlab, talabalar uchun bo'sh o'rinlarni e'lon qilib borishadi va Milliy bank bilan hamkorlikda kelajakka qadam loyihasini ham keng joriy qilish masalalari oldimizga qo'yildi. 26-yili 323 ming oliy ta'lim bitiruvchilari kutilyapti. Shulardan 144 ming ish bilan ta'minlangan, 80 ming, ya'ni 26% hozirgi kunda o'z-o'zini band qilgan talabalar hisoblanadi va 102 ming talabamiz band bo'lmagan talabalar hisoblanadi. Biz mana shu 102 ming talaba bo'yicha ishlashimiz kerak va bular bo'yicha biz aniq rejalarni qilib, hurmatli prezidentimizga rejamizni ko'rsatdik. Barcha oliy ta'lim muassasalarining rektorlari tomonidan yozilgan kafolat xatini hurmatli rahbarimiz tanishib chiqdi va kelajakda mana shu belgilangan ko'rsatkichlarni amal qilish bo'yicha qat'iy topshiriqlar berildi. Albatta, hurmatli prezidentimiz biz oldimizga qo'ygan masalalarning barchasini demak muvaffaqiyatli amalga oshiramiz va har bir bitiruvchini kelajakda munosib ish o'rni bilan ta'minlashga kafolat beramiz. Bu yil 323 ming talabalar o'qish bitkazishadi. Ularni ish bilan ta'minlash, biznesga jalb qilish va biznes orqali ularni bandligini ta'minlash vazifasi bo'yicha alohida bugun topshiriqlar berib o'tildi. Taqdimotda avvalambor birinchi bo'lgan masalalardan biri bu demak har bir oliygohda kelajakka qadam markazlarini o'zini vakolatxonalari ochilishi. Ikkinchisi, har bir oliy ta'lim muassasasi bilan hamkorlik shartnomalari yo'lga qo'yilganligi. Uchinchisi, bu yilgi alohida qaror bilan oliygoh bitiruvchilarini tadbirkorlikka jalb qilish bo'yicha yangi tizim bo'yicha alohida yana axborot berildi. Demak, bu talabalarimizga 4 ta yo'nalishda kreditlar ajratish. Bu birinchi kredit yo'nalishimiz bu garovsiz 20 million so'mgacha bo'lgan kreditlarni ajratish. Ikkinchisi, ilk ish boshlagan talabalarimizga 300 million so'mgacha bo'lgan kredit ajratish. O'z faoliyatini kengaytirish bo'yicha 2 milliard so'mgacha va talabalarni ishga olganligi uchun 10 milliard so'mgacha bo'lgan imtiyozli 15% kreditlar bo'yicha alohida yana bugun urg'u berildi. Bugun taqdimotda bu yilgi rejalarimiz to'g'risida gapirsam, talabalarni ish bilan ta'minlash vazifasini bajarish doirasida Talaba Expo ko'rgazma tadbirlarimizda ishtirok etyapmiz. U yerda katta ish beruvchilar, talabalar va ularning o'rtasida hamkorlik o'rnatish. Ikkinchisi, bu Talaba Expo doirasida biznes loyihalarini taqdimotini o'tkazish va talabalarga shu biznes bo'yicha birinchi ko'makni berish. Albatta, bu yerda yana bitta yo'nalish aytib o'tildi. Tasdiqlangan qarorga muvofiq talabalarga biznes rejalari xarajatlarini qoplab berish. Bu respublika bo'yicha 50 mingta biznes reja, Milliy bank bo'yicha demak 7,5 mingta biznes rejani. Keyingi yo'nalish meni birinchi kasbim doirasida ham topshiriqlar berildi. Yangi qarorga muvofiq har oyda 2 million so'mgacha o'zini ishini boshlashga yordam berish bo'yicha ham maxsus stipendiyalar to'g'risida ham bugun alohida e'tibor berildi. Demak, bu bo'yicha ham 1000 ta talabani qamrab olish vazifasini belgilab oldik. Keyingi yo'nalishimiz mana kuni kecha muhtaram prezidentimiz kichik o'rta biznesga alohida imtiyozlarni belgilab berdilar. Mana 100-sonli farmonga imzo chekdilar. U yerda tadbirkorlarga qo'shilgan qiymat solig'ini kamaytirish va alohida mobil ilova platforma orqali soddalashtirilgan ishga olish yo'nalishini ham belgilab berdi. Shu yo'nalish bo'yicha ham biz bank mijozlari bilan uchrashgan holda va ularga ko'maklashgan holda xizmat sohasidagi tadbirkorlarimizga
3000 dan oshiq talabalarni ish bilan ta'minlash rejalarini belgilab oldik. Endi bugungi majlisdan kelib chiqib, Milliy bank oldiga bu yil yakuniga qadar 32000 talabani ish bilan ta'minlash va 500 milliard so'm kreditlar ajratish bo'yicha alohida vazifalarni belgilab berdilar. Bu taqdimotda eng asosiy jihatlardan biri bu 2025-2026 o'quv yilida 300 mingdan ortiq o'qishini yakunlagan bitiruvchilarimizni qanday qilib, demak, bandligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar bilan tanishdik. Bunda endi ta'lim sifatini ta'minlash milliy agentligiga oid qismiga yetadigan bo'lsam, eng asosiy narsa endi faqatgina bandligini ta'minlash emas, balki bandlikni sifat nuqtai nazaridan yaxshi darajada ta'minlash masalasi muhokama qildi. Buning uchun demak davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan bitiruvchilar sifati indeksi joriy etildi. Bitiruvchilar sifati indeksida eng asosiy mezonlarni belgilab berdilar. Bu ishga joylashish tezligi, barqaror mehnat faoliyatini olib borish, demak o'rtacha ish haqi va umuman ishlayotgan joydagi roli nuqtai nazaridan bu sifat indeksi shakllantiriladi va eng asosiy narsa davlatimiz rahbari eng yuqori natija ko'rsatgan 20 ta oliygohni karyera markaziga 500 million so'm miqdorda rag'batlantirishni qo'yib berdilar. Bu oliygohlarimiz o'rtasida juda katta raqobatni keltirib chiqaradi. Undan tashqari bu demak indeksimizning natijalarini ham biz avgust oyida e'lon qilamiz. Bu aynan demak bitiruvchilarimiz uchun yaxshi imkoniyat bo'ladi. Qaysi universitetda bitiruvchilarni ta'minlash holati qandaligini ular ko'rishadi. Butun demak oliy ta'lim tizimi bo'yicha. Umuman olganda bu yo'nalishda hamma sharoitlarimiz yaratilgan va davlatimiz rahbari topshirig'i shunday bo'ldiki, bitiruvchilarni birontasi bandligi ta'minlanmasdan qolmasligi kerak. Har tomonlama kompleks yondashuv amalga oshiriladi.